Alaykum amaki, yaxshimisiz? Ha, nima baqiryapsan, nima gap? Siz bilan bir gaplashib olmoqchi edik. Uy, Короче, qizingizni yaxshi ko'raman. Shu qo'lini so'rab keldim qizingizni. bobong nima ish qiladi? Bobom o'lib ketgan. O'limidan oldin nima ish qilgan? O'limidan oldin traktorchi bo'lgan. Dadang nima ish qiladi? Dadam traktorchi. Sen nima ish qilasan? Aman darmaydi lekin to'g'ri. Darmaydi. Mani darmetga berayotgan qizim yo'q. Tushundingmi men? Tengi bilan, tezak, qopi bilan. O'zingni boqolmaysan. Qizimni qanday boqasan sen keyin? Sur berdan qaroch. Qizingizni olib qo'ysam nima deysiz? Oq qilaman. Seni esa sudga beraman. Qo'rqmang. Qonli umringni qamoqqa chiritaman seni. Mani sen ugrajak qilibsanmi, o'la? Qo'rqmang. Qizingizni olib qochmayman men. O'g'irlab narsa yeydigan odam emasman. Rozi bo'lmasangiz kerak emas qizingiz. Tushundingiz? Bizlar yoshligimizda kamera bo'lsa Jonibek san bir qamalayding. Jo'ra. Man sanchi bilasanmi? Nima kayfiyating yo'q? Nima qilib? Jonibek gapirma Murod. Murod, onasini bilsan bitta qiz uchun siqilma Jo'ra. Dunyoda qizdan ko'p narsa yo'q, Taqdirining o'yinin kim bilibdi, kim qarshimda turibsan boshing egib. Qiz uchun siqilayotganim yo'q. Qiz ko'p. Yer sharida juda ham ko'p qiz. Shunchaki dadasini aytgan gap xayolimdan ketgan. Nima dedi dadasi? Nima dedi oldimda? Gapi esimga kelmayapti bular. Bitta Nima dedi? esimdan tushadi. Narsani